Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yurak yetishmovchiligi mavzusida gaplashamiz. Sizlar bilan Cardiomind kanal asoschisi Choriyeva Dilnoza. Mavzumiz ko'proq surunkali yetishmovchiligiga doir, ammo sizlar bilan yurak yetishmovchiligining turlari, demak bosqichlari, klinikasi, davolash algoritmlari haqida batafsil gaplashamiz. Demak, boshladik. Yurak yetishmovchiligi o'zi bu nima? Yurak yetishmovchiligi bu yurakni to'lish, ya'ni diastolik va bo'shashish, ya'ni sistolik qobiliyatlarini buzilishi natijasida rivojlanadigan sindrom va shuni hisobiga organlarda perfuziya buziladi. Demak, yurak yetishmovchiligi degani yurakning to'lishi va bo'shash qobiliyatining buzilishi va o'sha buzilishi bilan bog'liq bo'lgan klinik belgilarni o'z ichiga oluvchi sindrom hisoblanadi. Shuni hisobiga gemodinamika, ya'ni perfuziya buziladi. Yurak yetishmovchiligi demak asosiy sabab bu yurakni struktur, ya'ni organik o'zgarishi va funksional o'zgarish sabab bo'ladi yoki yurakni ham organik, ham funksional o'zgarish sabab bo'lishi mumkin. Ikkasining kombinatsiyasi birga kelishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi bilan demak kasallangan bemorda odatda qanaqa shikoyatlar bilan keladi? Demak, shikoyatlar quyidagicha bo'ladi. Nafasim qisayapti yoki holsizlanib ketyapman, yoki yuragim tez-tez uryapti, yoki qo'l-oyoq kafti barmoqlarida shish bo'lyapti, yoki charchoq kuchayapti degan demak shikoyatlar bilan bemor kelishi mumkin ekan. Agar bemorda yoshi katta bemorlarda yurak qon tomir kasalliklariga moyil bo'lgan yoshi katta bemorlarda o'sha yurak yetishmovchiligi, ya'ni kardiovaskulyar kasalliklar xavf guruh omiliga kiruvchi bo'lgan bemorlar ushbu demak shikoyatlar bilan birga keladigan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan yurak yetishmovchiligiga demak shubha qilsa bo'lar ekan. Obyektiv ko'rikda biz nimalarni ko'ramiz? Obyektiv ko'rikda periferik shishni ko'ramiz. Ya'ni periferik shishni qayerda ko'ramiz biz? Ya'ni periferik a'zolarda, ya'ni qo'lda, oyoqda, qorinda asid holatlari yuzaga kelishi mumkin. Va bo'yin venalari kengayganligi, ya'ni yugular venada bosim oshganligi hisobiga demak bo'yin venalari kengayganini ko'rishimiz mumkin va auskultatsiyada obyektiv ko'rikda demak o'pkada nam xirilashlarini eshitishimiz mumkin ekan. O'pkada bosim oshganligi hisobiga. Demak, yurak yetishmovchiligi bizda demak ikkiga bo'linadi. O'tkir yurak yetishmovchiligi va surunkali yurak yetishmovchiligi. Acute heart failure, ya'ni o'tkir yurak yetishmovchiligi bu nima? O'tkir yurak yetishmovchiligi bu yurak yetishmovchiligining birdaniga yoki qisqa muddat ichida keskin kuchayib rivojlanishi. Bu nima degani? Bu degani bemorda misol uchun to'satdan infarkt bo'ldi va asorat sifatida o'tkir yurak yetishmovchiligi yuzaga keldi. Yoki bo'lmasa taxiaritmiyalarda asorat sifatida o'tkir yurak yetishmovchiligi yuzaga keldi. Yoki perikardni gidroperikardni oladigan bo'lsak, gidroperikardda demak og'ir tamponada hisobiga o'tkir yurak yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin va bunda bemorda demak nafas qisish holatlari yuzaga keladi. O'tkir og'ir nafas qisish holatlari yuzaga keladi, o'pkada shish holatlari yuzaga keladi va umumiy bosim, qon bosimi tushib ketadi. Sababi organlarga yaxshi qon bormaydi va yurak qonni yaxshi chiqarib bera olmaydi, balki yurakni qon chiqarib berish fraksiyasi anchagina keskin kamayib ketish holati yuzaga keladi. Shuni hisobiga bizda organlarda perfuziya buziladi, ya'ni gemodinamika buziladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, yurak birdaniga zaiflashadi. Masalan, gidroperikard hisobiga yoki bo'lmasa miokard infarktni asorat hisobiga o'tkir yurak yetishmovchiligi yoki bo'lmasa xavfli aritmiyalar hisobiga, misol uchun taxiartmiya, proksimal aritmiyalar hisobiga demak o'tkir yurak yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Yurak birdaniga zaiflashadi, natijada qon aylanishi buziladi, tana organlarida kislorod kam boradi, bemorda nafas yetishmaydi, oyoqlarda shish, o'pka shishi va hushdan ketish. Ba'zi og'ir holatlar kardiyagan shok va koma holatlari yuzaga kelishi mumkin. Demak, surunkali yurak yetishmovchiligi nima? Surunkali yurak yetishmovchiligi esa bu, ya'ni chronic heart failure, bu demak yurakni uzoq muddat davomida asta sekin zaiflashuvi
va tana ehtiyojini to'liq ta'minlay olmaslik. Ya'ni bunda o'tkir yurak yetishmovchiligiga o'xshab birdaniga emas, to'satdan emas, juda qisqa vaqt ichida emas, balki uzoq vaqt davomida asta-sekin yurak demak zaiflashadi, natijada bizada tana organlarida yetarlicha qon bilan ta'minlab bera olmay qolish xususiyati. Oddiy qilib, sodda qilib aytadigan bo'lsak, uzoq vaqt davomida demak yurak yomon ishlaydi, fraksiya tushib ketgan bo'ladi, qonda demak haydab berishi sustlashgan bo'ladi, organlarga yetarli kislorod yetkazib bera olmaydi va simptomlar sekin asta paydo bo'ladi. Demak, yurak uzoq vaqt davomida, misol uchun yurakni o'zini remodeling, ya'ni yurak o'zini shaklini o'zgartirish hisobiga, misol uchun yurak kameralari kengayadigan bo'lsa, qon dimlanish hisobiga, misol uchun hansirash, nafas qisilishi, o'pkada bosim oshgan hisobiga, o'pkada qon dimlanish hisobiga, periferik a'zolarda qon dimlanib qolish hisobiga, periferik a'zolarda demak shish holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunda klinika asta-sekin rivojlanadi. O'tkir yurak yetishmovchiligi esa bizda klinika birdaniga rivojlanar ekan. Demak, surunkali yurak yetishmovchiligining etiologiyasi haqida, ya'ni kelib chiqish sababi haqida gaplashamiz. Bizda yurakning har qanday kasalligi asorat sifatida yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Ular juda ham ko'p, shuning uchun sizlar bilan eng muhimlarini ko'rib chiqamiz. Misol uchun miokardning shikastlanishi, yurak ishemik kasalliklari, masalan stabil stenokardiya, nostabil stenokardiya, miokard infarktlar, har qanday yurak ishemik kasalliklari bu miokardning shikastlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun buning asorati surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki arterial gipertenziya, uzoq vaqt davomida qon bosim yuqori bo'lgan bemorda asorat sifatida yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Sababi yurak uzoq yillar davomida nagruzka bilan ishlaydi, ya'ni ortiqcha yuk bilan ishlaganligi hisobiga, demak yurakdagi organik va funksional o'zgarish hisobiga yurak yetishmovchiligi kelib chiqishi mumkin. Yoki har qanday kardiomiyopatiyalar, ya'ni genetik kardiomiyopatiyalar yoki dorilarga bog'liq bo'lgan kardiomiyopatiyalar yoki restriktiv gipertrofik kardiomiyopatiyalar yoki bo'lmasa o'sha homiladorlikdan keyin paydo bo'lgan kardiomiyopatiyalar, ya'ni peripartal kardiomiyopatiyalar, har qanday kardiomiyopatiyalarning asorati surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lar ekan. Demak, bularning hammasi miokardning shikastlanishiga bog'liq. O'shaning hisobiga ham ular yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lyapti. Yoki miokarditlarning og'ir formalari ham surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki endokarditlar, infeksion kasalliklar, demak yurakning endokard qavatining shikastlanishi hisobiga ham surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lar ekan. Yoki perikard kasalliklardan perikarditlar, perikard qavatining yallig'lanishi yoki gidroperikardlar. Boya aytdik, perikard qavatida suyuqlikning to'planishi hisobiga tamponada yuzaga keladi va yurak qisqa bo'lisha olmay qolish xususiyati hisobiga yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lar ekan. Yoki endokrin kasalliklardan qandli diabet, gipertiroidizm, gipotiroidizm, ya'ni keskin ravishda tiroksin gormoni ko'payib kamayib ketishi ham yurakka toksik ta'sir ko'rsatish hisobiga miokard qavati shikastlanadi va bu asorat sifatida yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki yurakning tug'ma nuqsonlari. Yurak misol uchun tug'ma nuqsonlardan olalik bo'lmacha o'rtasida to'siq defekt yoki bo'lmasa qoricha o'rtasida to'siq defekti bizda asorat sifatida yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Yoki yurak klapan nuqsonlari, misol uchun mitral stenoz yoki aortal stenoz. Bular demak yurak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Sababi bunda fraksiya pasayib ketadi. Misol uchun mitral stenozda fraksiya kamayadi. Sababi chap bo'lmachada hamma qon chap qorinchaga o'tolmaydi. Natijada chap qorincha yetarli qonni organlarga haydab bera olmaydi. Aortal stenozda ham demak chiqarib beradigan aortaga qonni chiqaraman deydi, lekin klapan, yarimoysimon klapanda stenoz, ya'ni to'liq ochilmagani hisobiga, yo'l torligi hisobiga chap qorincha hamma qonni ham organlarga chiqarib bera olmaydi. Shuning hisobiga yurak yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Yoki aritmiyalar sabab bo'lishi mumkin. Eng keng tarqalganlar bo'lmacha taxiartmiyasi, ya'ni bo'lmacha fibrillatsiyasi, qorincha taxiartmiyasi va bradiartmiyalar sabab bo'ladi. Demak, bu etiologik sabablari, ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, yurakning har qanday yurak kasalliklari asorat sifatida surunkali yurak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Sizlar bilan hozir gaplashganlarimiz eng keng tarqalgan
demak kasalliklar haqida edi. Demak, keyingisi surunkali yurak yetishmovchilikning patogenezi haqida gaplashamiz. Patogenezi bu hayot ma'lumoti hisoblanadi, ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligi bemorlarda patogenezini tushunish juda ham muhim ahamiyatga ega. Sababi biz kasallikni patogenezini agar yaxshi biladigan bo'lsak, biz demak davolash taktikamiz to'g'ri yondashilgan bo'ladi. Demak, patogenezda bizda gaplashadigan joylarimiz bizda diastolik, demak surunkali yurak yetishmovchilikning ikkita turi farqlanadi. Bu birinchisi diastolik disfunksiya, ikkinchisi sistolik disfunksiya. Misol uchun shu ikkalasini keling olaylik chap qorincha misolda. Chap qorincha left ventricle misolda bitta tushuntirib ko'ramiz. Demak, tasavvur qiling, bemor miokard infarkt bo'ldi. Misol uchun olaylik 65 yoshli bemor. yoshli bemor, demak miokard infarkt bo'ldi. Chap qorinchasini yon devori demak chap qorinchani yon devori, ya'ni mana bu zona nekroz bo'ldi, tasavvur qiling. Nekroz bo'ldi. Natijada bizda qisqaruvchanlik, ya'ni contractility kamayadi, ya'ni qisqaruvchanlik kamayadi. Sababi chap qorinchaning mana bu zonasi qisqarishga ishtirok etmaydi, chunki bu zona nekroz bo'ldi, ya'ni o'ldi miokard infarkt hisobiga. Qisqaruvchanlik kamaygandan keyin bizda bilamiz, o'z-o'zidan cardiac output, ya'ni minutlik zarb hajmi ham kamayadi. Chap qorincha ma'lum zonasi miokard infarkt bo'lgandan keyin bizda zarb hajmi ham kamayadi. Zarb hajmi kamaygandan keyin bizda o'z-o'zidan fraksiya ham kamayadi, chunki stroke volume kamayadi, ya'ni zarb hajmi kamayadi. Zarb hajmi kamagandan keyin fraksiya ham kamayadi. Misol uchun tasavvur qiling, mana shu joyda bitta misol keltiramiz. Chap qorinchani o'zi normada tasavvur qiling, end diastolik hajmi, ya'ni chap qorincha maksimal kengayganda sog'lom odamda 120 ml qonni sig'dira oladi o'ziga. Tasavvur qiling, misol uchun 120 ml qonni demak sig'dira oladi. Endi 120 ml dan demak normada bizda 70 ml qonni misol uchun chiqaradi. 70 ml qonni chiqaradi. Shunda fraksiyamiz taxminan bizda 70 ml, demak 120 ml 100%, 70 ml bizda qancha deydigan bo'lsak 58% fraksiyamiz. 58%. Bu sog'lom odamda, sog'lom odamda 55% yuqori bo'lishi kerak. Endi bu odam miokard infarkt bo'ldi misol uchun. Natijada bizda 120 ml end diastolik hajm demak chap qorinchada bor, lekin bizda contractility, ya'ni qisqaruvchanlik tushib ketdi. Endi u 70 ml qonda emas, tasavvur qiling 40 ml qonni chiqarib bera oladi. Chunki uni qisqaruvchanligi kamayib ketdi, infarkt bo'lgani hisobiga. Natijada bizda 40 ml qon chiqqandan keyin fraksiyamiz 33% ga tushib ketdi. Bizda mana fraksiya kamayapti, ko'ryapsizmi? Mana fraksiya kamaydi, infarkt bo'lgani hisobiga. Contractility kamaydi, demak shu hisobiga fraksiyamiz ham kamaydi. Bu sistolik disfunksiyaga misol. Sistolik disfunksiya, ya'ni yurakni qisqarish funksiyasida muammo bo'lyapti. Demak, sistolik disfunksiyada bizda ejection fraction, ya'ni fraksiya vibratsiya bizda kamayar ekan. Bizda kamayadi. Stroke volume kamayadi. Va shu yerda yana bir narsa aytib ketishim kerak. Bizda ejection fraction qisqarish kamaygandan keyin ejection fraction, fraksiya vibratsiya kamaygani bilan bizda
120 milli qon kelayotganda 40 millisi chiqdi. Demak 80 milli qorinchada qon qolib ketyapti. Natijada qon bu yerda dimlanadi qorinchada, chap qorinchada. Va chap bo'lmachida ham qon dimlanadi. Natijada chap bo'lmacha bizda 4 o'pka venasidan qon qo'yilgan hisobga o'pkada ham qon dimlanib, demak bizda nafas qisish kabi holatlar yuzaga kelar ekan. Bu diastolik disfunksiyaga misol. Sistolik disfunksiyaga misol. Endi sizlar bilan diastolik disfunksiyani ko'ramiz. Diastolik disfunksiya. Chap qorinchaning diastolik disfunksiyasini ko'radigan bo'lsak, bunda fraksiya ejection fraction norma bo'ladi yoki o'zgarmaydi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun fraksiya normada bo'lsa, bizda yurak yetishmovchi yuzaga kelyapti? Endi tasavvur qiling, bu bemor uzoq vaqt qon bosimi bilan yuradi. Misol uchun uzoq vaqt davleniyasi oshgan bemor, misol uchun 5 yillik, 7 yillik, 10 yillik o'rtacha qon bosimi, yuqori qon bosimi bilan yurgan bemor. Natijada bizda chap qorincha qonni chiqarib bermoqchi bo'ladi, lekin periferik a'zolarda, ya'ni periferik qon tomirlarida umumiy periferik tomir qarshi yuqori. Misol uchun aortada qon chiqarib berishga qiynaladi. Shuni hisobiga chap qorincha demak men kuchliroq qisqarishim kerak deydidagi o'zini shaklini yurak o'zgartirishga harakat qiladi, o'zgartiradi. Natijada buni devori qalinlashadi. Gipertrofiya bo'ladi. Ya'ni kardiomiyotsitlar hajm jihatdan o'zini razmerini, demak o'zini razmerini kattalashtiradi, gipertrofiya bo'ladi. Ya'ni yurakning qisqaruvchanligi oshadi shuni hisobiga. Contractility oshadi. Endi bizda contractility oshgandan keyin stroke volume, demak zarb hajmi ham oshishi kerak. Chunki kuchli qisqaryapti-da. Va kardiak output ham oshadi. Chunki bizda qisqaruvchan yuqori. Lekin bu yerda bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bizda yurak chap qorincha normada boya bu yerda aytib ketdik, 120 milli qonni o'ziga sig'diradi. Misol uchun oxirgi diastolik hajmi sig'dira oladi 120 milli qonni. Bu yerda endi 120 milli qon sig'adimi? Yo'q, sig'maydi. Sababi buni devori qalinlashgan, hujayralari kattalashgan razmer jihatdan. Natijada bu endi 120 milli qonni emas, bu endi misol uchun 70 milli qonni o'ziga sig'dira oladi. 70 milli qonni o'ziga sig'dira oladi. Va tasavvur qiling, 70 milli qon demak endiastolik hajm va bu chap qorincha qisqarganda 40 milli qonni demak organlarga chiqarib berdi. Natijada bizda fraksiya 57%. Fraksiya norma. Fraksiya yaxshi, saqlangan, kamaymagan. Chunki normada 55 dan yuqori bo'ladi. Fraksiya 57%. Fraksiyamiz yaxshi. Lekin fraksiya saqlangani bilan foiz jihatlama bizda chiqadigan qonning miqdori qancha bo'lyapti? 40 milli bo'lyapti. 40 milli qon chiqyapti. Bu yerdachi o'zi normada qancha chiqish kerak edi? 70 milli chiqish kerak edi normada. O'shanda demak bizda yetarli qon borardi organlarga. Bu yerda fraksiya yaxshi bo'lgan bilan chiqayotgan qonning hajmi kam. Sababi chap qorinchani razmeri bizda demak gipertrofiya bo'ldi, devori qalinlashdi va chap qorinchani bo'shlig'i bizda kichkinalashdi. Natijada bu yerga kam qon sig'adi va kam qonni chiqarib beradi. Bizda fraksiya jihatlama o'sha foizda bo'lishi mumkin, lekin hajm jihatdan kam qon chiqyapti. Organlarga bu qon yetmaydi. Sog'lom odamda 70 milli qon chiqishi kerak edi. Lekin bunda 40 milli qon chiqyapti. Shuni hisobiga yurak yetishmovchi yuzaga keladi. Natijada nima bo'ladi bizda? Bizda demak bu yerda qon dimlanadi, chap bo'lmadi, sababi bu yerda bo'shliq kam, o'pkada qon dimlanadi va natijada bizda o'pkada bosim oshib ketgandan keyin o'ng qorinchada qon dimlanadi va periferik a'zolarda shish holatlari yuzaga keladi. Yuqori pastki venalarda qon dimlanish hisobiga periferik a'zolarda demak shish holati yuzaga keladi. Bu diastolik disfunksiyaga misol. Demak, bizda sistolik disfunksiya, diastolik disfunksiya. Sistolik disfunksiyada contractility oshdi,
cardiac output contractility bizada kamaydi. Contractility kamaydi, cardiac output kamaydi, ejection fraction kamaydi. Diastolic disfunksiyada bizda contractility oshdi, cardiac output oshdi, ejection fraction normada saqlandi. Lekin end diastolik hajm, ya'ni oxirgi diastolik hajm, demak, bu yerda ya'ni oxirgi diastolik hajm sistolik disfunksiyada bizda oshdi. Oxirgi diastolik hajm, diastolik volum hajm oshdi, sababi qon oshishda bu yerda qolib ketib dumlanyapti. Bu yerda esa end diastolik volum esa bu yerda kamaydi. Oxirgi diastolik hajm bu yerda esa oshdi. Patogenezi demak qisqacha mana shu holatda, yana ham batafsil sizlar bilan gaplashamiz. Demak, davom etamiz. Kompensator mexanizmi. Bizda patogenezni tushunishda kompensator mexanizmini bilishimiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Bizda qanday holat yuzaga keladi? Demak, ikkala holatda ham e'tibor bersak, mana bu yerda sistolik disfunksiyada ham, diastolik disfunksiyada ham e'tibor bersak, yurakdan qon kam chiqyapti. Misol uchun, mana bu yerda 40 milli qon chiqayotganda, bu yerda ham 40 milli qon chiqyapti. Qon o'zi normada bizda 70 chiqish kerak edi. Lekin bizda 40 milli qon chiqyapti. Demak, bizda kam qon chiqyapti. Natijada avtomatik ravishda qon bosim tushadi. Endi qon bosim surunkali yurak yetishma ochiqligi demak klinik belgilarning bittasi bosim past bo'ladi. Endi doimiy bosim past bo'lmaydi, yuqori bosim bilan ham kelishi mumkin, lekin odatda qon bosim normaga nisbatan pastroq bo'ladi. Demak, bosim pasaygandan keyin bizda mexanizm, kompensator mexanizmida tushunib oladigan bo'lsak, karotid sinusda eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi videolarimizda biz tushuntirib bergandik. Aorta ravog'ida demak joylashgan maxsus retseptorlar bor, ya'ni hemobaroretseptorlar bor va karotid sinusda baroretseptorlar bor. Ular demak qon bosimini sezish xususiyatiga ega. Qon bosimi tushgandan keyin ular qo'zg'aladi va bosh miyaga xabar beradi. Bosh miyada demak simpatik nerv sistemasi qo'zg'aladi va organizm demak buni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, qon bosim tushyapti, miya yurakka buyruq beradi. Qon bosim past, biz qon bosimni ko'tarishimiz kerak deydida, yurakka borib, demak, simpatik nerv sistemasi qo'zg'algandan keyin adrenalin, noadrenalinlar ishlab chiqariladi. Adrenalin demak, qon tomirlarini toraytiradi, noadrenalin esa heart rate-ni, ya'ni yurak urishini tezlashtiradi. Natijada bizda qon tomirlari torayib, yurak urishi tezlashgandan keyin bizda qon tomirlari toraygandan keyin umumiy periferik tomir qarshiligi oshib, afterloaddan oshadi va bizda qon tomirlari toraygandan keyin preload, ya'ni old yuklama oshadi. Yurak bizda organizm o'sha holatda demak qon bosimini ko'tarib, yurak urishini tezlashtirib, qon bosimini ko'tarib normada saqlashga harakat qiladi. Bu kompensator mexanizmi. Lekin bu boshida organizm uchun foydaga ishlashi mumkin. Keyinchalik esa yurakni remodellashuviga sabab bo'ladi, ya'ni yurakning hajmini o'zgarishiga. Sababi yurak nima uchun hajmini o'zgartiryapti? Biz mana bu yerda aytdik. Uzoq vaqt qon bosimi baland bo'lsa, bizda chap qorincha o'zining shaklini o'zgartirib, demak gipertrofiya bo'ladi. Va misol uchun preload oshadigan bo'lsa, ya'ni yuqori va pastki kovak venalardan ko'p qon kelib, demak yurakka kelib qo'yiladigan bo'lsa, yurakni kameralari demak kengaya boshlaydi va bu yerda qon dimlana boshlaydi va bu yurak remodelingiga sabab bo'ladi. Va ikkinchi kompensator mexanizm bu RAS sistemasi, ya'ni renin angiotensin aldosteron sistemasi. Bunda bizda buyrakda gipoksiya bo'lish hisobiga, ya'ni kam qon borgan hisobiga renin ko'p ishlab chiqariladi va natijada renin demak angiotensin 1 ni demak hosil qiladi. Jigarda angiotensin-dan angiotensin 1 ni hosil qiladi va angiotensin 1 dan demak angiotensin 2 ga aylantiruvchi ferment ta'siri angiotensin 2 ga hosil qiladi.
Angiotensin 2 ning vazifasi demak u maxsus retseptorlarni borib qo'zg'atadi. Angiotensin 1 va 2 retseptorlarni qo'zg'atib bizda qon tomirlarini keskin ravishda vazokonstruksiya, ya'ni keskin ravishda toraytiradi, kuchli toraytiradi, afterloadni yanada oshiradi va afterloadni oshirib shu hisobiga preload ham oshadi. Preload qanday oshadi? Preload oshishiga sabab bizda angiotensin undan tashqari aldosteronni sintezini oshiradi. Chunki aldosteronni demak stimulyatsiya qilib sintezni oshirgan hisobiga natriyni aldosteron o'zi bilan birga olib qoladi va shuning hisobiga demak umumiy suv natriyni olib qolgandan keyin suv hajmi ham ko'payadi va umumiy aylanib yurgan qon hajmi oshadi. Shuning hisobiga bizda preload oshadi. Preload oshgandan keyin bizda qon bosimi ham ko'tariladi, yurakka nagruska ham tushadi va bu ham yurak remodelalashuviga, ya'ni dilatatsiyasiga, demak gipertrofiyasiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari angiotensin 2 yana gipotalamusdagi antidiuretik gormonni miqdorini oshiradi va bu umumiy qon hajmini ham miqdorini oshirar ekan. Demak, bu ham yurakni remodelashuviga, ya'ni yurakning hajmini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Va uchinchisi natriuretik peptid. Bu natriuretik peptid o'zi bu nima? Bu yurakni demak yurakda ichida joylashgan demak maxsus endokrin hujayralar ishlab chiqariladigan oqsillar. Natriuretik peptid bu demak yurakda joylashgan maxsus endokrin hujayralar ishlab chiqarilgan oqsil. Bu uning miqdori qachon oshadi? Qachonki yurakda hajm oshib ketsa, ya'ni yurakka nagruska ko'p tushaversa, organizm уже kompensator mexanizmi yordam bermay qoladi, dekompensator holatga o'tib boshlaydi. Ya'ni dekompensatsiya holatiga o'tadi. Ya'ni yurak kengaya boshlaydi, umumiy aylanib yurgan qon hajmi oshib ketgan, afterload oshgan, yurak kengayadagi demak o'zidan natriuretik peptidni ishlab chiqara boshlaydi bo'lmachilarda. Atrial natriuretik peptid oshadi. Natijada demak natriuretik peptid bu natriyni organizmdan chiqarishga yordam beradi va bundan tashqari angiotensinni bloklaydi. Natriyni organizmdan chiqaradi, ya'ni umumiy qon aylanib yurgan qon hajmini kamaytirishga harakat qiladi va angiotensin 2 ni bloklaydi. Va bundan tashqari qorinchalarda ham bor bu demak endokrin hujayralar ishlab chiqargan oqsillar, ya'ni brain natriuretic peptid, ya'ni qorinchalardagi demak natriuretic peptidlar hisoblanadi. Bular yurak yetishmovchiligini diagnostikasida bu tekshiruv usul muhim ahamiyatga ega. Sababi yurak yetishmovchiligida organizmda mana shu miqdori natriuretic peptidni demak miqdori o'lchanadi va normadan yuqori bo'lsa, katta ehtimol bilan yurak yetishmovchiligiga diagnoz qo'yiladi. Endi klinikasi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu chap yurak yetishmovchiligi, ya'ni chap qorincha yetishmovchiligi. Bizda boya gaplashdik, chap qorincha yetishmovchiligida bizda yash qisqarib bera olmaydi, sistol disfunksiyasida. Yash qisqarib bera olmagandan keyin qon demak yurakda dimlanadi dedik. Qon yurakda dimlanadi va bu o'pkalarda ham qonni dimlanishiga sabab bo'ladi. Natijada bizda paroksimal noktural dispneya, ya'ni tunda to'satdan nafas qisishlar, ya'ni yotolmaydidagi yarim o'tirgan holatda uxlaydi. Tunda keskin nafas qisish holatlari yuzaga keladi. Sababi o'pka kapillyarlarida demak bosim oshib ketadi. Sababi qon dimlanyapti. Va o'pkada demak o'pka shishi yuzaga keladi, yutal, demak xirillashlar, nafas qishishlari, har xil shovqinlar eshitilishi mumkin va tezsiz nafas olish holatlari yuzaga keladi. Va bizda confusion ham yuzaga keladi. Sababi bosh miyaga qon yaxshi bormaydi, chunki sistol disfunksiya, chap qorinchaning sistol disfunksiyasi bizda organlarga 40 misol uchun 70 milli normada qon chiqarish kerak bo'lsa, yurak endi 70 emas, sistol disfunksiyasida 40 milli qon chiqaradi. Natijada confusion yuzaga keladi, ya'ni bosh aylanish, bosh miyaga yaxshi qon bormaydi, bosh aylanishga sabab bo'ladi. Demak, ortopniya holati yuzaga keladi, taxikardiyaga sabab bo'ladi, nafas qisish holati yuzaga keladi, fetikuya, ya'ni charchoqlar, sianoz, ko'karishlarga sabab bo'lar ekan. Endi o'ng qorincha demak yetishmovchiligida bizda diastolik disfunksiyasi bu yerda asosan klinikasi keltirilgan, ya'ni bizda o'sha chap qorinchada, o'ng qorinchada demak o'ng qorinchada qon dimlanadi. Natijada bu o'ng bo'lmachadagi
ham qon dimlashga sabab bo'ladi. Bularning asosiy sababi bizda o'sha o'pka arteriyasida bosim yuqori bo'lishi va o'ng qo'luncha qonni demak o'sha o'pkaga chiqarib berishga qiynaladi o'pka arteriyasiga, sababi u yerda bosim yuqori. Natijada qon dimlanib qoladi. O'ng qo'lunchada ham, o'ng bo'lmachada ham. Natijada o'ng bo'lmacha kengayadi va EKGda kor pulmonari, ya'ni ikki o'rkachli ya'ni mana bu holatdagi P-ni ko'rishingiz mumkin EKG belgisi. Mana bunday holatdagi P-ni ko'rishingiz mumkin, ikki o'rkachli P-ni. Bu yerda demak, bu yerda ham charchoq bo'ladi. Peripheral venous pressure oshadi, sababi periferal a'zodagi demak venada bosim oshib ketadi, sababi o'ng bo'lmachada qon dimlanyapti va yuqori pastki qovoq venalarda ham qon dimlanadi va u yerda bosim oshadi. Natijada asid bo'ladi, periferik a'zolarda shish bo'ladi, jigar taloqlar kattalashuvi, gepatomegaliya yuzaga keladi. Demak, ikkilamchi demak o'pka kasalliklari, surunkali o'pka kasalliklari sabab bo'lishi mumkin deyapti va yugular venalar kengayadi. Obyektiv ko'rikda biz boya uni gaplashdik. Demak, va shish holatlar yuzaga keladi. Periferik a'zolarda, ya'ni oyoqlarda shish, mana qo'llarda shish holatlari, demak gepatomegaliya, asidlar holatlari yuzaga kelishi mumkin. Yugular venalarda demak bosim oshish hisobiga kengayish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu klinikasi edi. Endi davolashi. Bizda davolashda medikamentoz va non-medikamentoz usullari bor. Non-medikamentoz davolashning asosiy maqsadlarida bizda birinchi davolashning o'zi asosiy maqsad haqida gaplashadigan bo'lsak, simptomni kamaytirishimiz kerak, hayot sifatini yaxshilashimiz kerak, o'lim va kasalxonaga yotish xavfini kamaytirib, asoratlarni oldini olishimiz kerak. Endi davolashning bosqichlari, birinchi biz tuzni cheklaymiz, ya'ni bir kunda 3-5 grammgacha bo'lishi kerak. Ikkinchisi, demak, suvni cheklaymiz. Bir kunlik sutka miqdori 1,5 litrdan kam bo'lishi kerak. Va vazn nazorat qiladi. Vaznni nazorat qilamiz, semirib ketishini oldini olamiz va kundalik o'zgarishlarni yozib boramiz. Ya'ni vaznni, simptomlarni, ya'ni qanaqa klinik o'zgarishlar yuzaga kelyapti, davo choramiz yordam beryaptimi yo'qmi, o'shalarda demak tekshirib borishimiz uchun kerak bo'ladi. Va jismoniy faollik, ya'ni misol uchun agar funksional sinfdan agar yurak yetishmovchiligini ikkinchi va uchinchi funksional sinflarda bo'lsa, bizda yengil mashqlar qilsa bo'ladi. Endi dori vositalaridan bizda qisqaroq keltirib bu yerda bizda standart davo bor, standart. O'zbekiston sharoiti standart davo. Aslida davlatlarda ham standart davo sifatida eng muhimlarini keltirib biz bu yerda. Yana qo'shimcha kasalliklarga qarab qo'shimcha dori vositalari yoziladi, lekin yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorda standart demak 4 ta kompleks dori vositalari bor. Birinchisi demak bu sistolik yurak yetishmovchiligiga agar 40% dan demak ejection fraction 40% dan pasayib ketadigan bo'lsa, bizda APF yoki angiotensin reseptor blokatorlar beradi. Bu yurakning remodelingini kamaytirib, ya'ni yurakning shaklini o'zgarishini oldini olib kamaytiruvchi dori vositalar kiradi. Demak, yoki angiotensin bizda angiotensin reseptor blokatorlar beradi yoki APF inhibitorlar beradi. Agar kimda APF inhibitorlarda demak qarshi ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, angiotensin reseptor blokatorlari beriladi. Demak, angiotensin reseptor blokatorlari bilan qo'shimcha boshqa dori vositalarining komplekslari, ya'ni sakubitrin, valsartan, ya'ni bu ejection fraction ko'taruvchi dori vositalari, bularga savd nomi bilan Uperial salmestolarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ular fraksiyani ko'tarishda muhim ahamiyatga ega. Sakubitrin, valsartanda demak ta'sir mexanizmini qisqacha keyingi videolarimizda sizlarga batafsil keltirib o'tamiz. Demak, bu kompleks davo birinchisi, mana bu ikkinchisi. Demak, APF inhibitorlar, angiotensin reseptor blokatorlari, demak angiotensin reseptor blokatorlari bilan demak sakubitrin komplekslari, beta blokatorlar uchinchisi, yurakning yukini kamaytiradi. To'rtinchisi angiotensin reseptor antagonistlari, ya'ni spironolakton, eplenon.
yoki yana qo'shimcha bu 4 ta standart va qo'shimcha yana agar bo'lmacha fibrillatsiyasi yoki qo'shimcha artmiya bo'layotgan bo'lsa, digoxin qo'shishimiz mumkin. Undan tashqari agar fraksiya kamayib ketgan bo'lsa, bu yangi sinf vakillaridan CGLT demak ingibitorlardan dapagliflozin, empagliflozinlar biz olib keltirishimiz mumkin. Bular ko'proq qand diabeti bor kasalliklarda bemorlarda qo'llaniladi. Empagliflozinning vazifasi bizada buyrakda reabsorpsiyasida demak glyukozani reabsorpsiya qildirmaydi, ya'ni glyukoza siydik orqali chiqib ketadi, natijada qondagi glyukoza miqdorini kamaytiradi va yurakka nagruzkani kamaytirib, yurakning remodelingini demak kamaytirishi oldini olishda muhim ahamiyatga ega. O'lim xavfini kamaytiradi. Va simptomatik davo sifatida diuretiklardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni masalan, shish bilan kelgan bemorga furosemid qilib, suyuqlikni chiqarib, simptomatik davo qilib, bemorning holatini yaxshilashimiz mumkin. Yoki agar heart rate, ya'ni yurak urishi soni 70 dan yuqori bo'lsa, sinusli ritm bo'ladigan bo'lsa, beta adrenal blokatorlar ta'sir qilmagan holatda ibuprofen, ya'ni yurak urishini pasaytiruvchi dori preparatlarini qo'llasak bo'ladi. Bular qo'shimcha kompleks preparatlar. Endi diuretik dori vositalarini sizlar bilan gaplashsak hayotni demak o'sha uzaytirmaydi. Ya'ni bu patogenetik davo emas, shunchaki simptomatik davo, ya'ni bemorning holatini yengillatish uchun. Va bu sistolik yurak yetishmovchining davo kompleksi. Endi diastolik yurak yetishmovchida agar fraksiya 50%, fraksiya kamaymagan, fraksiya joyda, o'shanda qanaqa lecheniya qilamiz? Asosan simptomatik davo qilamiz, ya'ni shish bo'ladigan bo'lsa shishlarni kamaytiramiz. Diuretik davo shish va o'pka shishiga qarshi, masalan, furosemid, torosemid kabi dori vositalarini qo'llab shishni kamaytirib bemorning holatini yaxshilashimiz mumkin. Va qo'shimcha sifatida CGLT2 ingibitorlardan boya gaplashdik, empagliflozin, dapagliflozinlar bersak bo'ladi. Lekin standart davo boyagi o'sha demak diastolik yurak yetishmovchiligida ham xuddi o'sha standart davo, ya'ni angiotensin retseptor demak blokatorlari, APOF ingibitorlari, demak bizda qon bosimi bo'ladigan bo'lsa beta blokatorlar va fraksiya 50% va undan baland bo'lsa, 55% gacha bo'lsa bizda demak angiotensin retseptor antagonistlari plus bizda sakubitril preparat komplekslari beriladi. Ya'ni Uperior Salmas kabilar beriladi. Demak, bu davolashning qisqacha standart davosi, eng asosiy dori preparatlari quyidagilar. Sizlar bilan mavzuni batafsil gaplashishga harakat qildik. Mavzu juda ham katta. O'zlashtirib olasiz degan umiddamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting.